Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati podpolkovnik Ochilov. Hujjatni taqdim qiling. Aka, Hurmatli haydovchi, yo'l qoidasini buzib kelyapsiz. Iltimos, hujjatni taqdim qiling. aka hazillashyapsizmi? Nima aka, nima aka? Yeding shu akangni. Nima meni ko'rib qizcha o'tib kelasan? Aka, chap tomoningiz bilan turganmisiz? Klinikaga shoshayotgandim. Bilasiz-ku, mijozlarim ko'p. Shaharda nomurading kasbdolik bo'lsang ham o'zingga. Sizni singlizmanda akajon. Ya, to'g'risida kuyov bilan janjallashsa ham aka, mijozda pul to'lamasa ketsa ham aka, bu kishimni gapdagi dugonlar gayiga tushib qolsa ham aka. O'zi meni ahmoq sani pravaga o'qitgan. Bo'ldi akajon. Oxirgisi. Kechiring. Kechiring? Qizil chiroqni mayli. Bu jarimalarni kim to'laydi? Shahardagi tushmagan radaring qolmadi. Bechara kuyov bil chiqib ketgandir to'laverib. Xavotir olmang, kuyovingizni bellarini vaqt qilib qo'ygan. Aqlli ko'rmasa hujjat ber bu yoqqa. Barib yozaman. Aniq qo'yib yormaysizmi? Zubdai mashina tiqaman shu kun jarima maydoniga. Ha, dadajon, akam yonimdalar. Bering telefonni. Oling akajon, dadamiz. Labay dada, assalomu alaykum. Yo'q. Bo'ldi, o'zim to'layveraman dada. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Chao akajon. Ulfatlarimga nima deyman? Choyxonani puli ketib qoldi.